Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aka-ukalar. Mana Qashqadaryo viloyati Qarshi shahri Yerqo'rg'on bozoriman do'stlar. 10-yil sanasi bilan do'stlar, mana bugun 10-yil sanasi bilan video obzor qilamiz. Polni Yerqo'rg'on bozorini sizlar bitta like ayamaysizlar, xudo xolasa obuna bo'lib qo'yinglar. Biz narx-navolarni chiqarib boraveramiz, xudo xolasa. Ibrohim bozorchi to'xtamaydi. Xalq manfaati uchun do'stlar. Qaranglar. Kanal rivoji uchun obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar, obuna tugmachasini. Aka, uzumlar qancha? Assalomu alaykum. 10 ming so'm aka. 10 ming so'mdan aka bular. Bugun 10 ming so'm o'qiyapti. 10 ming so'mdan ha. Hormalar qanchadan? 13 ming so'mdan ha, olma zo'r, sifat zo'r ekan. Qaranglar, vaqti chiroyli. 13 ming so'mdan bo'lyapti. Noklarchi? 25 ming qilib berdim. 30 ming so'm, 25 mingdan qilib berdi. Sotilgan ha noklar bular. Aka, uzumlar qanchadan? 10 mingdan ha. 10 mingdan ekan mana. Olmasan, qancha tutasiz? 9 mingga sotyapsiz ha. Uzumlar qancha aka? Assalomu alaykum, mana egalari tanishib qo'ydi. 10 ming so'm 9 qilib beramiz. 10 ming so'm 9 qilib beryapsiz aka. Bularchi? 7 ming. 7 ming so'mdan mana. Kelaverasizlar aka-ukalar. Olmalar kimdan? 10 ming so'm ha, olmalar mana. Bozorda odam gavjum. Ertalabki savdo do'stlar. Shaftoli qanchadan aka? Shaftoli 7 ming. 7 ming so'm ha. Bunisi 5 ming so'm. Mana bunisi qancha edi mana bunisi? 8 ming so'm ha bu. Olma qancha? Olmami? Olma qancha? 12 ming so'm olma. Sotilyapti do'stlar, mana ketyapti. Kelovatlar. Yerqo'rg'on bozori. Hay. Slivolar qancha? 8 ming. Olmachalarchi? Olmachalar 10 ming, 12 ming. 10 ming so'm, 12 ming ha. 12 mingdan do'stlar kelovatlar. Mana olmalar. Bular olingan ha, ikkida. Olingan. Shaftolini mana zo'rlardan kerak bo'lsa kelaverasizlar akalarning oldiga, oynali do'konlarga. Shaftoli aka qanchadan qanchagacha? Shaftoli 11 ming. Mana bular 11 ming so'm ha. Mana bu nok nima edi? Dushes deydi. Dushes qancha edi? 22 ming so'm. Mana bu chiroyli shaftollar qancha? 15 mingdan. Bularchi lolacha? Lolacha 13 ming so'm mana do'stlar. Keloverasiz Yerqo'rg'on bozori, oynali do'konlar. Bular qanchadan aka? 18 ming. 18 mingdan. Ha, bunisichi? Bir qatorlilar 20 ming so'mdan. Shaftolilar hozir ko'rsatayotganlarim bor, shaftoli. Bu qanchaga qancha? 18 mingga 23 ming chiqadi. Oq 18 mingga, bunisi 18 ming, bunisi 23 ming ekan do'stlar. Kelaverasiz Yerqo'rg'on bozori, mana akamiz tanib qo'yinglar. Keyingi mevalarni ko'rsatamiz do'stlar. Sliva qancha edi? 5,5 mingga. Bananlarchi? Banan 13 ming. 13 ming. Bularchi lolachi? Lolacha 10 ming. Lolacha 10 ming so'm do'stlar. Olmalar kimdan, egasi yo'qmi? Olmalar 10 ming. 10 ming so'm ha bular olmalar. Mana lolacha hozir aytdi narxini. Do'stlar. Keyingi mevalarni bilamiz. Bular qancha noklar? Dushesmi? 20 ming so'm. Ha, shaftolichi? 13 ming so'm. Bu shaftoli qancha? Patlis. 14 ming so'm ha bu. 14 mingdan mana do'stlar. Bananlar qanchaga? Bananlar 14 mingdan mana. Qaranglar, svejo. Nokcha aka? Nok. Nok qancha? Nok 14 ming aka. Pomidor bodring. Bananlar qancha? 12 ming. Pomidorlar. Pomidor qanchaga? 3 mingdan ha kilosi. Bolgarchi po'choq yo'q. 3 kilo 10 ming. Chesnakchi? Baqlajonchi? 5 ming ekan. Bu 10 ming ekan chesnak, bu 5 ming ekan baqlajon. Qaroli qancha ekan? 5 ming so'm. Shaftoli qancha? 8 ming. Olmachachi? Olmacha 8 ming ekan do'stlar. Kelaverasizlar mana. Shaftoli patlilar. Qanchadan bular? 10 ming so'm. Lolacha qancha? Lolacha 8. 8 ming so'm ekan. Bu qancha edi? Nok qancha? Nok 20.
Nok 20 ming, 25 ekan, ha. Uzumchi 8 ming. Kishmishdan 8. 8 ming so'm bunisi kishmish 8 ming so'm aka. O'rik qancha? O'rik qoldi. 15 soat. 15 sotgansizlar. Olmachi? 10 ming. 10 mingdan do'stlar mana. Gilam bozordan kirib kelasizlar. Shaftolilar mana. Shaftolilar qancha ekan? Aka patlilar. Ulardan. Egasi yurdik. Bu kichkina shaftolicha qanchadan? Maydacha. Maydacha 10 ming so'm ekan. Kilosi 10 ming shirin bo'lsa kerak edi. Shaftoli qancha ekan? Assalomu alaykum. Qanchadan kilosi? Shaftoli 6 ming reklama qiling. 6 ming so'mdan, ha. Bu katta olmalar qanchadan? Olmalar 14 ming so'm. 14 ming so'mdan. Ha, aka, real shunga sotyapsizmi o'zi? Qanchadan bular qizili? Bular 17 ming so'm, mana bular 13 ming so'm. 13 ming so'm. 12 ming so'm. 12 ming so'mdan, ha, lolachalar, ha, aka. Mana bular 7 ming so'm arzoni mana. 7 ming so'm lolachani, arzoni 7 ming so'm. Kattaroqlar 12 ming, ha. 12 ming. Bular qancha aka? Yog'li. Bular 17 ming, 16 ming qilib beramiz. 16 mingdan qilib berasiz, ha. Uzumlar qancha? Uzun 8,5. 8,5 mingdan, ha. Kelaverasiz Erqo'rg'on bozori, do'stlar. Shaftoli kimdan aka? Shaftoli aka qanchadan aka? Olmacha qanchadan aka? Olmalar. 8,5 ming. Lolachachi? 8,5, 8,5 8 ga qilib beryapti ekan. Mana egasi yo'q ekan. Assalomu alaykum. Qanchadan aka bular? 10 ming so'mdan, ha? Bularichi? 7 ming so'm, ha? Bunisichi bu shaftoli? 8 ming so'mdan, ha? Mana do'stlar. Banalar qancha sotiladi? 300 beramiz. 300 ming. Kilo qancha tushadi? Kiloga 13,5 ming. Karobkaga 300 ming so'm, kiloga 13,5 mingdan tushadi degan bananlar. Holati shunaqa chiqadi, ha? Holati shunaqa. Bu qancha edi uzum? 11 ming so'm, ha? Bu uzumlarchi? 7 ming so'mdan do'stlar. Mesli limonlar qanchada bular? 55 ming, ha? Bu olmachi saltanatmi oti shuni? 28 ming so'm. Bu nok smak, ha? Qancha edi? 13 ming so'm mana do'stlar. Smak nok. Bozorda mevalar juda serob. Olmachalar qancha sotilyapti? 6,5 mingdan. Ha, kiloga emas, karobka sotiladi, ha aka. Uzum qancha ekan? 10 ming? Bunisichi? 8 ming so'm, ha? Ha, do'stlar. Kelaverasiz Qo'rg'on bozori. Aka, hormang, qanchadan bo'lyapti uzumlar? 8,5 mingdan. Shaftolilarchi? Shaftoli 12 ming so'mdan mana. Bu noklarchi? 20 ming so'm. 20 ming so'm. Smak, dushesmi? Dushes. Mana mesni noklar. Ha, dushes вообще shirin bo'ladi do'stlar, mana aka. O'zimiz mesni limonlar onadan. Noklardan. Bu qancha shaftoli? 11 ming so'm. 11 ming so'm. Ha, yog'li, ha aka bu. Yog'li san bo'lsa kilo asl. Qo'rg'on bozori. 8 ming 10 ming. Olmalar kilosi qancha? 10 ming. 10 ming so'm kilosi. Lolacha shaftoli qancha ekan aka? 7 ming so'm kilosi. Katta ekan. Uzum qancha sotilyapti? 8. Chilla aka, bu 8 ming so'm. Sliva qancha ekan aka? Nechta? Kilosi 3800. 3800 so'm ekan do'stlar. Sliva. Shaftoli. Shaftolizdan qanchadan? Bunisi qancha? 8 ming so'm, 7 ming so'm, 9 ming so'm ekan. Ha, shaftoli. Shaftolilar shunaqa bo'lgan. Do'stlar, mevalar serob juda. Olmalar qancha sotilyapti? Olmalar 9 ming so'mdan olmalar. Karobkaga sotiladi bular faqat. Sliva qanchadi? 5 ming so'mdan, ha, slivalar. Bunisi 6 ming, kattasi ekan. Olcha bor ekan. Olcha qancha ekan? 8 kilo, 9 kilo shunday. Karzinka 8-9 kilo chiqadi, ha? Qanchadan narxi? Hozir tortib beraman.
Yo, narxi 18 ming. 18 ming. Tagi ham bir xilmi? Hamma joyda topshirilgan. Hurmatli tomoshabinlar, bir xil. Tagi ham bir xil ekan. 18 dan. 17 ga ham bermayapti. Realni joyidan. Uzumlar qanchadan bo'lyapti aka? Uzumlar aka narxi qancha? 8,5 mingdan, ha? Bularchi lolachalar? 8 ming so'mdan mana do'stlar, kelaverasizlar. Banan qancha sotilyapti aka? 14 ming so'mdan. Orqa darvozadan shunday kirib kelasizlar. Oynali nimalarni oldi, mana akalarni tanib qo'yinglar. Egalari kelaveradi. Vatan mazam bo'lmadi. Olmalarni mana udarlaridan har xilidan kilo olib ketaverasizlar mana shu do'kondan do'stlar. Shu kirgan o'ng tarafga. Qanchadan bo'lyapti aka? Kilosi. 6 ming karobga sotiladi, ha, kiloga sotilmaydi, ha. Lolachachi? Lolachalar ham 6 ming. 6 ming so'm. Alo. Arvada ikkita lola turibdi. Tagi ham bir xil chiqadi, ha. Slivalar qanchadan? Ikkita lolacha turibdi. 5,5 beraman. 5,5 ming slivalar. Katta-kattasi ekan. Pomidorlar qanchadan ekan? Assalomu alaykum. Qanchadan bo'lyapti? 2,5 ming, 2,5 so'mdan, ha? Mana aka. Do'stlar, sifatiga qarab kelaverasizlar mana. Pomidor. Bodring yo'q, ha? mana qo'shnimizda bor. Bodring mana bu yerda bor ekan. Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Qanchadan bo'ladi bodringlar? 4,5 ming so'm, ha, bodring mana aka. Orzu bodring sifatli svej joydan do'stlar. Mana bodring akalar kelganmiz. Kelaverasizlar, narxlar. Aka, bodringlar qanchadan bo'ladi? Bodring 1,5 ming. 1,5 ming so'm, svej joydan. Bizning video bermagan. Mana orzu bodring 1,5 mingmi, 4,5 mingmi aka? Yolg'on gapirmang aka. Bilyapsiz-ku, nima qilasiz? Yo, aka, obunachilar kerak-da, keladi-da ko'ra. 4 ming so'm. 4 ming so'm. Rahmat aka. Keyingilardan so'raymiz do'stlar. Ha, bular 4 ming ha, bular sizlardan, ha, bular. Egasi yo'q ekan. 4 ming so'mdan mana aka do'stlar. Bozorga 4 ming, 4,5 ming shunaqa ekan. Do'stlar, pomidor chakkalarni oldim ham. Narxlarni bilib boraverasizlar. Bodringimiz nechi pul opa? Pomidor qanchadan ekan? 3 kilo. Pomidorlar 4 mingdan, ha, pomidorlar. 4 mingdan. Bodringlar qanchadan? 4 ming. Orzu bodring 4 ming so'm, ha, svej joyda. Pomidorchi? Ha, bodring. Pomidor. 2,5. 2,5 ming. 2,5 ming so'm. Bodring qancha ekan? Aka, bodring. 5,5 ming so'm Nechi pul bodring. berasizlar pomidorda? Pomidor. 2,5 ming. 2,5 mingdan 2 ming so'mdan. Ma'lummi? 2 ming so'mdan, ha. Bunisichi? 2,5 ming so'm aka. Ha, bosib qo'yilgan karobkaga. Shu odam oldi kelaverasizlar. Nima bo'ldi mana? Akani oldi, pul sanayotgan akani oldi, kelaverasiz. Navruz akani oldi do'stlar, kelaverasiz. Pomidorlar. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Qancha bo'ladi pomidorlar sizga? 2,300 dan berasiz. Yerdik. Ha, kiloga sotilmay karobka, ha aka. Karobka sotiladi, yerdi pomidor do'stlar. Katta-katta pomidorlar ekan mana. Katta-katta. Bu maydaroq qancha aka? 1000 so'm beradi. Bular 1000 so'mdan, ha, maydaroq. Do'stlar, kelaverasiz. Yer qo'ygan. Do'stlar, kartoshka, piyoz chakalarni yoniga kelganman. Hurmatli tomoshabinlar. Xudo xolasa hozir narxlar bilan tanishtirib boramiz do'stlar. Qizil piyozlar. Aka, qizil piyoz qancha bo'lyapti? Ha, qizili. Vaqtlarga qalla. 10 ming dedingizmi? Yo'q, 4 ming. 4 mingdan qizil piyoz. Bularchi? Qaysi? Bu oq piyoz, qanaqa? Sariq piyoz. Sariq piyoz tozalangan 2200. 2200 so'm. Ha, aka, kartoshkalarchi aka? Qizili. Qizili. Akbar aka qizil kartoshka nechi pul? Aka, gaplashyapti ekan. 2700 deydi. 2700, ha aka? Sirada. Kartoshka. Kartoshkalar har xili bo'ladi. Qanday siz? Ha, bo'lsa qanchada mana shular? Ulari 3 mingdan aka. Aka o'zlari narxni yaxshi bilmaydiganlar. Egasi boshqa joyga ekan. Aka, hormang, salom alaykum. Qancha bo'ladi aka bular?
kilo umumiy. 3 kilo 3 kilo 3200 dan 3 kilo 10 ming so'm. Qizillarchi? Qizillar 3,5 mingligi bor. 3,5 ming so'm bular, mana 2,5 ming so'm. Kiloga ham berishaveradi akalar, kilovrasizlar. Oqlar qanchadan sizga aka? Bir xil, hammasi bir xil. Mana shu yerdagilar bir xil ekan hammasi. Kilovrasizlar, Yerqo'rg'on bozori. Piyozlar ko'p juda. Kartoshkami bu deyman? Aka qanchadan kartoshkalar? 2700 so'm. Nargizchi? 2700 so'm oq kartoshkalar. Mana do'stlar, kilovrasi. Aka hormang. Qanchadan? Oqi 4 ming so'm, 3,5 ming so'm oqi, qizili 4 ming so'm. Do'stlar, adborni zo'rlari bor. Piyoz qancha bo'lyapti aka? Piyoz. Piyoz 2 ming biroq. 2 ming so'm aka. 2 ming so'mdan aka. Bu mashindagi ham Shahrisabz piyozlari 2 ming so'mdan do'stlar mana. 10-iyul. Bular ham shunday narxi. Hammasi. Surxondaryo arzonroq beryapti san. Kartoshkalar qanchadan? Kartoshka. 3 ming. Ha, shunday bo'lyapti. 4 ming yaxshisi, qizil yaxshisi 4 ming so'm. Bunisi 3,5 ming so'm ekan do'stlar.